Nexia 3 ga qiziqqanlar bo'lsa, 2020-yil 126 ming yurgan Nexia 3. Ichki holatlari metan 4-pokoleniya injektor metani bilan. Balonlar holati o'rtacha. Yomon bo'lib ketgan yo'q, ishdan chiqarsa bo'ladi. Xo'p, ichki holatlari sidinalari yaxshi, sveji holatda turibdi. Bunaqa Magikarp pultlari bor ekan. Hop, 126 ming yurgan. Ichki holatlari orqasi ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi ekan. Jikka mayda-chuyda ishlari bor. Hop, bagaj kraska bo'lgan ekan. Bunaqa jikka polirovka ishlari bor. Qolgan joyida kraska yo'q. Xudo xolasa tekshirtirib olasizlar. Mana shu bagaj kraska bo'lgan xolos 126 ming yurgan. Mana bir marta mokrasfalt injektor metallari bilan 2020-yil Nexia qiziqqanlar bo'lsa, oxirgi narxi 1 so'm talashmaydigan narxi 8900. 8900 naqd to'laydigan bo'lsa, nomerlari 88 092 88 55. 8900 1 so'm kami yo'q. Mana shunaqa holat.